Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Assalomu alaykum hurmatli otaxonlar, muhtaram akalar, ukalar, aziz mo'min musulmon birodarlar. Mana o'tgan jumada Alloh subhanahu va taoloning fazli karami bilan sura-i Fotiha haqida, sura-i Fotihani ma'no mazmunlari bilan tanishtirgan edik. Bugun ham sura-i Fotiha haqida suhbatlashamiz. Sura-i Fotiha ilgari aytganimizdek, Qur'oni Karimdagi birinchi raqamli sura hisoblanadi. Tartib bo'yicha mushafda birinchi turadi. Lekin Alloh subhanahu va taolo tarafidan Muhammad alayhisalomga Qur'on hozirgi bizning qo'limizdagi mushafdagi tartib bo'yicha nozil bo'lmagan. Masalan, Baqara surasi 2-o'rinda, ya'ni 2-raqamda. Lekin Baqara surasi Madinada nozil bo'ldi. Izaja Nasr surasi eng oxirgi sura hisoblanadi. Va bu sura Nos, Falaq, Ixlos suralaridan oldin. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam vafotlaridan avval mashhur qori sahobalarga bu oyatni falon suraga kirgizinglar, falon surani falon oyatni suradan keyin qo'yinglar deb har bir surani raqamini, navbatini, o'rnini o'zlari o'rgatib ketgan. Va shuning uchun bu Qur'on tartibi tavqifiy hisoblanadi. Sura-i Fotiha ham 7 oyatdan iborat bo'lib, butun Qur'onni ma'no, mazmunini, mag'zini o'z ichiga olganligi uchun birinchi raqamga qo'yilgan. Sura-i Fotiha haqida Ibn Jarir 12 ta ismi borligini aytadi. O'tgan galgi suhbatimizda bir qanchasini aytib o'tdik. Shu ismlardan bittasi Al-Vofi, Al-Kafi, Ash-Shofi, Ar-Ruqiyya deyiladi. Ya'ni Qur'on hammasi shifo. Bo'lib ham sura-i Fotiha haqida alohida Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan hadislar kelganki, shifo ekanligi haqida. Payg'ambarimizning sahobalari safarda bo'lishadi. Safarda bir qishloqdan o'tib ketayotganlarida shu shaharda, shu qishloqda odamlaridan, ya'ni hadisda bir ayol keladida, sizlarning ichingizda bir ruqiya qiladigan bormi? Bizni qabilamizni sayyidini shunaqangi bir ilon chaqib oldi deydi. Bunga har xil dorilar qilyapmiz, malham qo'yyapmiz, foydasi bo'lmayapti deydi. Shunda sahobalardan bittalari borib sura-i Fotihani o'qiydi. Shu bilan haligi sayyid, ya'ni ilon chaqib olgan sayyidi shifolanib ketadi. Og'riq uni xuddi arqon o'tkazilgan tuya, arqon yechilgandan keyin qanday bo'shalib ketsa, dardi ham shunday bo'shalib ketadi. Shifolangandan keyin ular xursand bo'ladida, bu sahobalarga bir qancha qo'ylarni podasini beradi. Sahobalar qo'ylarni olib, buni endi yesak bo'larmiki, mumkinmi, mumkin emasmi deb ajablanishadi. Va Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning huzurlariga Madinaga kelishadi. Va Rasulullohdan so'rashadi, biz falon joyda safarda edik, shu bir sayyidini, qabilaning sayyidini sura-i Fotihani o'qib, dam soluvdik, shifo topib ketdi. Shunga bizga bir qo'ylar berishdi deydi. Shu bizga halolmi deb so'rashganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadiki, "O'zi sen qayerdan bilding sura-i Fotihani shifoligini?" deydi. Ya'ni bu sura-i Fotiha shifo o'zi deydi. Siz qo'ylarni taqsimlasanglar, menga ham bir ulush ajratinglar deb aytgan. Ya'ni bu sura shifo surasi. Kim bizdan o'zi yoki ahli ayoli yo farzandi bir kasal bo'lsa, yugurib dorixonaga bormasdan 2 rakat namoz o'qib, sura-i Fotihani o'qib, o'zini farzandiga duo qilgan. Alhamdu bilan shifo so'ragan. Musulmonlar kasal bo'lsa, yugurib tabibga chopormasdan Alloh va Rasuli ko'rsatgan shifolarni ham istash kerak ekan. Chunki payg'ambarimizdan hadislarda keladiki, "Da'u maradakum bis sadaqa" deydi. Kasallaringlarni sadaqalar qilishlik bilan davolanglar deydi. Bismillahirrohmanirrohim. O'tgan suhbatimizda bismillah haqida ham ozgina aytib o'tganmiz.
Bismillah bu muborak kalima. Bismillahir rohmanir rohim, mehribon va rahimli Allohning nomi bilan boshlayman degani. Mo'min odam har bir qilayotgan ishini Allohning kalimasi bilan, Allohning ismi bilan boshlash kerak. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, kullu amrin zibalin la yubda bismillahir rohmanir rohim fa huwa abtar aw aqta aw ajzam. Qaysi bir ish, qaysi bir muhim ish Allohning zikri bilan, bismillahir rohmanir rohim bilan boshlanmaydigan bo'lsa, bu ish uziladi, kesiladi, nihoyasiga yetmaydi deydi. Har bir ishda mo'min kishi bismillah deb boshlaydi. Hatto mashinasiga, sayyorasiga o'tirayotib ham bismillah deb o'tiradi. Payg'ambarimizdan hadisda keladiki, la wudu'a liman lam yazkur ismalloh. Kim tahorat olsa-yu, tahoratining avvalida bismillah demasa, buni tahorati komil emas deydi. Mo'min kishi yeyotganda ham, ichayotganda ham bismillah deydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan hadisda keladiki, Rasulullohning rabibi, ya'ni Ummu Salama Rasulullohning ayollari. Shu Ummu Salamaning o'g'li Umar ibn Abi Salama bilan ovqatlanib o'tirishadi. U yosh bola. Shunda yosh bola endi ovqatlanayotganda har joydan ovqatlana oladi. Unga o'rgatilmagan bo'lsa. Shunda payg'ambarimiz bu bolaga odob beradi. Uni so'kmaydi, urmaydi, balki chiroyli odob beradi-da, ya g'ulam sammillah kul biyadika va mimma yalika deydi. Ey bola, agar taomlanadigan bo'lsang, bismillah de. Ya'ni bismillahir rohmanir rohim deydi. Va o'ng qo'ling bilan ye va oldingdan ye deydi. Alhamdulillah biz yoshligimizdan momolarimiz, bobolarimiz dasturxonda atrofida ovqat yeyishdan oldin bismillah deb o'rgatib ketishgan. Aytishadi. Lekin negadir o'ng qo'l bilan yeyishlikni uncha o'rgatishmaydi. Balki o'zlari ham bilmaydimi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning eng yomon ko'rgan odatlari chap qo'l bilan ovqat yeyishlik bo'lgan. Rasulullohning eng yomon suymagan ishlari chap qo'l bilan ichishlik bo'lgan. Shuning musulmon odamlar islomiy odoblarni o'rganish kerak. O'ng qo'l bilan yeyish kerak, o'ng qo'l bilan ichish kerak. Chap qo'llar shu burunni qoqishga, shu mustahab amallariga ishlatiladi. O'ng qo'l bilan yeb, o'ng qo'l bilan ichish kerak ekan. Yana hattoki bu bismillah haqida Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hadislarida keladiki, "Law anna ahadukum iza arada an yati ahlahu", agar sizlardan birortanglar o'zini juft haloliga, o'zini ayoliga yaqinlashmoqchi bo'ladigan bo'lsa, bismillah desin deydi. Allohumma jannibna shayton va jannibi shaytona ma razaqtana. Allohim bizdan shu shaytonni uzoq qilgin desin deydi. In quddira lahu baynahuma waladun lan yadurra shaytonu abada. Agar shu qo'shilganda Alloh ularga bir farzandni taqdir qiladigan bo'lsa, hargiz shayton bunga zarar bera olmaydi deydi. Shu holatlarda ham bismillah aytib mo'min kishi yaqinlashadi deydi. Bismillah bu Allohning ilohiy kalimasi. Allohning ulug' ismlari bu yerda bor. Alloh, Rahmon, Rahim degan ism sifatlari bo'lganligi uchun bu surani, bu muborak kalimani qadriga yetish kerak va yaxshi ishlarda doim bismillah deb boshlash kerak. Yana ikkinchi tomoni bor. Ba'zida odam johilligidan yo fosiqligidan gunoh kabiralar qilib qo'yadi. Masalan, birov shariat man qilgan ichkilikni ichayotib bismillah deydigan bo'lsa, bu kofir bo'ladi. Ichkilikni ichishligi o'zi harom, gunoh kabira, qattiq gunohga botyapti u. Lekin Allohning kalimasi bilan boshlayotganligi uchun, dinni masxara qilayotganligi uchun kofir bo'ladi. Zino qilyapti, shu kalimani aytadigan bo'lsa, kofir bo'ladi. Qimor o'ynayotib, oshiq otayotib, bismillah deydigan bo'lsa, kofir bo'ladi. O'zi bu o'yinda o'ynashligi harom edi uni. Tavba qiladigan bo'lsa, Alloh taolo uni kechirib olishini umid qilinadi. Lekin bismillah deb Allohning ulug' ismini harom narsani ustida aralashtirayotganligi uchun bu dindan chiqib qoladi. Alhamdulillahi robbil alamin. Olamlarda Rabbisi Allohga hamd va sanolar bo'lsin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Alloh Rahmon va Rahimdir. O'tgan jumada buni tafsirini qildik. Rahmon ismi Allohning xos ismlaridan. O'ziga xos. Allohning ba'zi ismlari bor, unda banda bilan ismda o'zidagina mushtarak bo'lishi mumkin. Lekin Rahmon ismi Allohning o'ziga xos bo'lgan ismlar.
Shuning uchun bandalardan birortasi Rahmon deb nomlanishligi e'tiqod jihatidan mumkin emas. Balki uning ismini to'g'rilab Abdurrahmon deb aytilishi kerak. Maliki Yawmiddin. Bugun o'tadiganimiz Maliki Yawmiddindan boshlanadi. Maliki Yawmiddin jazo kunining podshosi degani. Malik deb egasi, podshosi degani. Din deb jazoni aytadi. Ya'ni u kun yaxshi amallar ko'tarib borganlarga mukofot beriladigan kun. Yomon amallar bilan borganlarga jazo beriladigan kun bo'lganligi uchun shu jazo kunini egasi, podshosi deyapti. Ya'ni Yawmuddin qiyomatning ismlaridan bittasi. Qiyomat kunining ismlari juda ko'p. Qiyomat kunining ismlaridan mana Al-Haqqo, Al-Qoriya, Yawmut Tanat, Yawmul Xuruj va bir qancha Qur'oni Karimda qiyomatning ismlari kelgan. Qiyomus Sa'a, Taqumus Sa'a va bunaqa ismlari ko'p. Maliki Yawmiddin qiyomat kunini, jazo kunini podshosi deyapti. Alloh taolo u kundiyla podshosi emas. Bu dunyoda ham podshosi Alloh. To'g'ri, bu dunyoda ham podsholar bor. Har bir mamlakatda o'zining podshosi bor. Va bu podshohlarning podshohligini abadiy mangu emasligini ko'rib turibmiz ham. Bu podshohlar ham ba'zida adolati bilan nom chiqaradi, ba'zilari zulmi bilan nom chiqaradi. Va hammasi dunyodan o'tib ketyapti. Dunyodan o'tishligi bilan bularni taxti ham, mulki ham yo'q bo'lib ketyapti. Hatto ba'zilarini nom nishoni ham yo'qolib ketyapti. Bu podshohlik demak bularga majoziy ma'noda ekan. Vaqtincha berilgan bir lavozim. Lekin oxirat diyorida Alloh taoloning podshohligi, Allohning butun dunyoda egadorligi mangu. Haqiqiy dunyo bo'lgan oxirat diyorida faqat bitta podshoh bor. Bu podshoh kim ekanligini Alloh taolo o'zi aytayapti. Maliki Yawmiddin, menman qiyomatning podshosi debdi. Butun podshohlar ham, hokimlar ham, mahkumlar ham hammasi bir safda turadi. Hech qanaqangi afzalligi yo'q. Hammasi Allohning qoshida, Allohning oldida endi nima bo'larkin deb turadi. Dahshatdan vahimaga tushib turadi. Xayrga hukm qilinishligini hammasi kutib turadi. Chunki u kunda Alloh taolo aytadiki, limanil mulkul yawm lillahil vahidil qahhar deydi. Bu kunda mulk, podshohlik kimniki endi? Qani podshohlar? Anal malik deydi. Vahidil qahhordiki deydi. Yagona, yolg'iz qahhordiki bu kun deydi. Alloh taolo u kunda yerni qabz qiladi. Osmonlarni sidirib qo'yadi. Biz tepaga qarasak osmon turibdi. U kunda tepa ochiladi. Alloh taolo vas-samau matviyatun bi yaminihi. Osmon Allohning Rahmonning qo'li bilan sidiriladi. Tepalar ochiladi. Alloh taolo aytadiki, anal malik. Anal malik. Aynal jabbarun, aynal mutakabbirun. Mana menman podshoh deydi. Mana menman mangu podshoh. Qani jabborlar, qani mutakabbirlar deb aytadi. Ya'ni u kunda Alloh taolo o'zini podshohligini hammaga ko'rsatib qo'yadi. Maliki Yawmiddin, qiyomat kunining podshosi deyapti. Shuning uchun Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan hadisda keladiki, Abdulloh ibn Umar roziyallohu anhu rivoyat qiladi. Ibn Mojada hadis keladiki, Allohning bandalaridan bir banda Alloh taoloning shu ulug'ligini aytib hamd aytdi. Robbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik va azimi sultonika dedi. Ey Rabbim, yuzingni jaloli ulug'ligicha, yuzingni ulug'ligicha va sultonligingni buyukligicha senga hamd bo'lsin dedi. Shunda bu gapga, og'zidan chiqqan kalimaga qanchalik savob yozishga hayron bo'lishdi. Alloh huzuriga ko'tarildi dedi. Ey Rabbim, yerda senga bir bandan shunday hamdlar aytdiki, qancha savob yozishga hayronmiz. Alloh taolo o'zi bilib turibdi, eshitib turibdi uni nima deganligini. Alloh malaikalarga nima dedi deydi. Ular aytadiki, Robbi lakal hamd. Ey Robbim, senga yuzingni ulug'ligicha, butun saltanatingni buyukligicha hamdlar bo'lsin dedi deydi. Alloh taolo farishtalarga aytarkanki, shu aytgancha savob yozib qo'yinglar. Meni huzurimga qaytib kelganda
unga savobini o'zim beraman deydi. Biz ham Robbul Izzaga yaratgan narsalarini adadicha, yerni ustida-yu ostidagi qum zarralaricha hamd sanolar aytamiz. Va Alloh taolo bu hamdlarga loyiqdir. Yana biz Alloh subhanahu va taoloni ulug'lab, olqishlab, o'zini zotini, qudratini, qadriga yarasha hamdlar ayta olmayapmiz. Alloh subhanahu va taolo tillarimizni o'ziga hamd aytishdan qoldirmasin. Maliki yawmiddin, jazo kunini podshosi. Iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in. Alloh taoloning maqtab, olamlarning Rabbisiga hamd bo'lsin. U Rahmon, u Rahimdir dedik. Undan keyin Maliki yawmiddin, haqiqiy mulkning egasi, podshohi Alloh sensan degandan keyin iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in deyapti. Iyyaka na'budu, o'zing yolg'iz o'zingagina ibodat qilamiz va sendangina yordam so'raymiz deyapti. Ya'ni Alloh taoloning oldin maqtanilyapti. Rasululloh aytadiki, Alloh hamd yaxshi ko'radi deydi. Alloh maqtovni yaxshi ko'radi. Agar Allohdan bir narsa so'rasanglar, oldin Allohga hamd sanolar aytib, undan keyin so'raydigan narsalarni so'ranglar deydi. Ya'ni 3 oyatda Allohga hamdlar aytildi. Bu Allohniki. Va iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in. Yolg'iz seni o'zingagina ibodat qilamiz, o'zingdangina yordam so'raymiz. Arab tilida maf'ul bu yerda muqaddam, fe'ldan muqaddam kelyapti. Na'budu iyyaka desa ham bo'lardi. Lekin iyyaka na'budu desa bu hasrni ifodalaydi. Ya'ni yolg'iz o'zingagina ibodat qilamiz degani. Senga ibodat qilamiz desa ham bo'ladi. Ibodatimiz senga desa ham bo'ladi. Lekin yolg'iz o'zingagina ibodat qilamiz deb alohida xoslab aytilyapti. Chunki ba'zi odamlar Allohga ibodat qiladi. Allohga qo'shib yana boshqa narsalarga ham ibodat qilib qo'yadi. Allohning o'ziga ibodat qiladi. Allohning o'zidan so'rash kerak bo'lgan narsalarni biror bir sag'anaga yoki maqbaraga borib so'rab qo'yadi. Shuning uchun hamma ibodatlar Allohning o'ziga bo'ladi. Ibodat deganda biz faqat shu namoz o'qish, roza tutish, haj qilishliklar bilamiz. Bular ulug' ibodatlar. Lekin tirikchilik qilish ham bir ibodat. Alloh ko'rsatgan halol yo'l bilan tirikchilik qilish ham bu ibodat. Shu ibodatlarda tirikchilikni shariat man qilgan narsalardan saqlanib qiladigan bo'lsa, bu ibodatni qilgan bo'ladi. Va buning uchun ajr oladi. Va iyyaka nasta'in. Sendangina yordam so'raymiz. Alloh taolo biz uchun butun osmonlarni, quyosh, yer, dengiz, anhorlarni yaratdi. Bular hammasi bizning xizmatimiz uchun. Biz manfaatlanishimiz uchun, foyda olishimiz uchun yaratdi. Mana shu narsalarning hammasidan biz foydalanamiz. Undan keyin insonning hayotida shunday holatlar ham bo'ladiki, faqat Allohdan boshqa hech kim yordam bera olmaydigan xonalar kelib qoladi. Mana shunda qalblar o'zgarmasdan yolg'iz Allohning o'ziga suyanadigan bo'lsa, o'ziga tavakkul qilinadigan bo'lsa, o'zidan yordam so'raydigan bo'lsa, haqiqiy mo'minlik belgisi bo'ladi. Va iyyaka nasta'in degani butun imkoniyatlarni o'zimiz sen qodir qilganingcha qilganimizdan keyin endi qo'limizdan kelmay qolsa sendan yordam so'raymiz degani. Iyyaka nasta'in, isti'ona faqat Allohdan bo'lish kerak. Allohdan boshqadan umid bo'lib qoladigan bo'lsa, shunga suyaniladigan bo'lsa, bu ham shirk bo'ladi. Iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in. Bu kalimani mo'min kishi mana har kuni takrorlaydi. Qur'onda mo'jizasi shundaki, mana 14 asrdan ko'p bo'lgan bo'lsa, Qur'on nozil bo'lganiga. Har doim takrorlanilyapti. Odamlar bundan malollanmayapti, zerikishmayapti ham. Qanchadan qancha kitoblar yozildi, odamlar esdan chiqarib yubordi. Qanchadan qancha qo'shiqlar, kuylar aytilib cholinyapti, hammasidan odamlar malollandi, unutib olishdi, zerikishdi. Lekin sura Fotihani mo'min kishi mana farz namozlarni o'zida 17 marta takrorlaydi dedik. Agar sunnat, vitrlarni o'qiydigan bo'lsa 32 marta takrorlaydi. Har kuni aytadi, lekin bundan malollanmayapti, zerikmayapti. Bu ilohiy kalom ekanligi, Allohning so'zi ekanligiga ishora qilinadi. Ihdinas sirotal mustaqim. Bizni sirotal mustaqimga hidoyat qilgin degan. Sirot deb arab tilida yo'lda aytadi. Mustaqim to'g'ri yo'l degani. Mustaqim deb to'g'rini aytadi. Ihdina hidoyat qilgin. To'g'ri yo'lingga hidoyat qilgin degani. Qarasak atrofga, yo'llar ham juda ko'p ekan. Yo'llar ko'p.
va hamma shu yo'lda chiqarganlar o'zini yo'lini to'g'ri deydi. Birorta odam meni yo'limga kelinglar, lekin meni yo'lim noto'g'ri demaydi. Ihdinas siratal mustaqim. Bu oyat sura Fatihani yuragi hisoblanadi. Alloh taolodan iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in deb aytilgandan keyin bizni to'g'ri yo'lingga hidoyat qilgin degani. Yo'llar ko'pligidan odamlar adashib ketyapti. Qaysi yo'lga kirishdi ham. Alloh subhanahu va taolo shu yo'llarda odamlar ko'p chiqarib yuborganligidan, manhajlar ko'payib ketganligidan, shuni bilganligidan Alloh taolo bizga andozani bergan. Bu yo'llar shu Allohning andozasi bo'lgan Qur'on va Rasulining hadisiga muvofiq keladigan bo'lsa to'g'ri yo'l bo'ladi. Bu yo'llar kim tarafidan o'ylab topilganiga qat'iy nazar Qur'onga, sunnatga to'g'ri kelmaydigan bo'lsa bu botil bo'ladi. Boshlanishida chiroyli so'zlar bilan, yaltiroq gaplar bilan boshlangan bo'lsa ham ularning oxiri zalolat bo'ladi. Chunki bugungi kunda Allohning payg'ambarlarini Allohning o'g'li deydiganlar ham o'zini yo'lini to'g'ri deyapti. Alloh yaratgan bir mahluqlarni Xudo deb ibodat qilayotganlar ham yo'lini to'g'ri deydi. Hamma yo'lini to'g'ri deyapti. Agar shu yo'llar Qur'onga, hadisga to'g'ri bo'lsa to'g'ri bo'ladi. Qur'onga zid bo'ladigan bo'lsa, bularda ergashgan odamlar juda ko'p bo'lishidan qat'iy nazar bu yo'llar zalolat, adashgan yo'llar bo'ladi. Vaqalatil yahudu laysatin nasara ala shay'in va qalatin nasara laysatil yahud ala shay' va hum yatlunal kitob. Yahudiylar nasroniylardan aytishdi, bular yo'li xato deb. Nasorolar yahudlar yo'lini noto'g'ri deydi. Ikkalalari ham kitobda o'qishadi. Ihdinas siratal mustaqim, bizlarni to'g'ri yo'lingga boshlagin. Mo'min kishi har kuni Allohga yalinib, iltijo qilib, munojot qilib, shu to'g'ri yo'lga boshlagin deb duo qilmasa, inson adashib ketadi. Inson zaif, shayton uni yo'ldan ozdirib yuboradi. Doim Alloh taoloning nazoratida bo'lib turish kerak. Alloh nazorat qilib tursa, uni to'g'ri yo'lga hidoyat qilib tursa, to'g'ri yo'lda yuradi. Bo'lmasa adashib ketib qoladi. Ihdinas siratal mustaqim degani bizlarni shu to'g'ri yo'lga hidoyat qilin degani. Siratal ladzina an'amta alayhim, ya'ni shunday to'g'ri yo'lki, sen buni o'zingni solih bandalaringga ne'mat qilib bergansan, in'om qilgansan. Bu solihlar kimlar? Payg'ambarlar, shahidlar, sahobalar. Bizlarni shularga ne'mat qilib bergan to'g'ri yo'lingga boshlagin degani. Siratal ladzina an'amta alayhim. Shunday yo'lki, ularga ne'mat qilib berding. Payg'ambarlarning yo'lida yurgizgin, sahobalarning yo'lida yurgizgin, ulug' insonlarning yo'lida yurgizgin bizni deyapti. G'oyril mag'dubi alayhim valaddolin. Seni g'azabingga uchragan va yo'ldan adashib ketganlarni yo'lidan uzoq qilgin degani. Allohning g'azabiga uchraganlar va yo'ldan adashib ketganlar. Ibn Kasir tafsirida Allohning g'azabiga uchraganlar deganda sahobalardan Ibn Abbosdan keltirib aytadiki, Allohning g'azabiga uchraganlar bular yahudiylar deydi. Chunki yahudiylarga Alloh taolo juda ko'p ne'matlarni berdi. Ularning ichidan juda ko'p payg'ambarlarni chiqardi. Ularga Musoni mana payg'ambar qilib yubordi. Muso alayhisalom ularga payg'ambar bo'lib keldi. Musoga Tavrotni tushirdi. Va bu Tavrotda so'nggi payg'ambar Muhammad alayhisalomni ham zikr keldi. Yahudiylar Tavrotni o'qishdi. Muhammad alayhisalomni so'nggi payg'ambar bo'lib yuborilishini yaxshi bilishdi. Va undan keyin ular aytib yurishdiki, payg'ambar chiqadi, biz bu payg'ambarning ansori bo'lamiz, yordamchisi bo'lamiz deb yurishardi. Keyin bu payg'ambar arablardan chiqqandan keyin ularda hasadi keldi. Shu arabga ergashamizmi dedida, ular adashib Allohning g'azabiga qolib ketishdi. Alloh taolo aytadiki: "Falamma ja'ahum ma arafu kafaru bih, fala'natullohi alal kafirin." Ular bilgan haq kelgandan keyin kofir bo'lishdi deydi. Ular bilishardi buni haq Muhammad alayhisolamning haqligini. Bilishardida kofir bo'lishdi. Hasadidan kofir bo'lishdi. Fala'natullohi alal kafirin. Kofirlarga Allohning la'nati bo'lsin deyapti. Faba'u bighadabin ala ghadab. Ular
g'azab ustiga yana g'azab bilan qaytish deydi. Ya'ni Allohning g'azabiga qoldi. Allohning juda ko'p payg'ambarlarini yahudiylar o'ldirib yubordi. Valaddolin, bular adashganlar dedi. Adashganlar kimlar? Bular nasroniylar, nasorolar. Ular Iso alayhisalomdan keyin Iso alayhisalomning dinini unutishdi. O'zlaricha Isoga yoqamiz deb Isodan keyin har xil e'tiqodlarda, aqidalarda o'ylab topishdi. Kitobda bo'lmagan narsalarni aytishdi. Isoni Allohning o'g'li deydi. Uni onasi Maryamni Allohning ayoli deydi. Shu bilan Isoga yoqamiz degan narsalarni aytishdi. Bularda adashib ketganligini sababi juda ko'p. Sabablardan bittasi shu o'zlaricha yangi e'tiqod, 3 ta xudolikni o'ylab topishdi. Shu bilan Alloh taoloning bularda ham adashganlar deyapti. Qur'onga e'tibor bersangiz, Alloh taolo yahudiylar, nasroniylar deb aytmadi. Allohning g'azabiga qolgan va adashganlar deb aytayapti. Nimaga? Vallohu alam. Alloh taolo bu yerda bizga aytayaptiki, xuddi o'zbeklarda maqol bor. Qizim senga gapiryapman, kelinim seni eshit deydi. Alloh taolo bizga yahudiylarni, nasroniylarning xabarini beryapti-yu. Ey Muhammad alayhisolamning ummatlari, agar sizlar ham ilmiylarga amal qilmaydigan bo'lsanglar, yahudiylarga o'xshab, bilgan narsalarga amal qilmaydigan bo'lsanglar, shunaqa Allohning g'azabida qolasizlar degani. O'zingizlarcha dinda haqida ilmsiz holatda gapirib yormanglar nasroniylarga o'xshab. Qur'ondan gapiringlar, hadisdan gapiringlar, bo'lmasam nasroniylarga o'xshab sizlar ham adashib ketasizlar deyapti. Chunki yahudiylarda ilm bor edi. Ilmiga amal qilmaganligi uchun Allohning g'azabiga qolishdi. Alloh taoloning bularni kunu qirodatan xosiin, xor maymunlarga aylanib ketinglar dedi. Nimaga shunaqa g'azabini yog'dirdi? Ular bilgan narsalarga amal qilishmadi. Dinlarida masxarabozlik qilishdi. Dinidan ba'zi narsalarni olishdi-da, ba'zilarini tashashdi. Havoyi nafslariga to'g'ri kelgan joylarida dindor bo'lib ko'rinishdi. Qachon ularning havoyi nafslariga to'g'ri kelmasa, urf odatlariga to'g'ri kelmasa, dinni oyog'ini tagiga tashashdi. Shuning uchun Alloh taoloning g'azabi keldi bularga. Valaddolin, ilmsiz holatda adashib ketganlarda bo'lib qolmanglar. Ya'ni ilmsiz holatda dinning nomidan gapirmanglar deyapti. Agar sizlarda ham shunaqangi holatlar bo'ladigan bo'lsa, sizlarga ham shunaqangi tavqi la'natlar osiladi degan ma'noda Alloh taolo yahudiylar, nasroniylar deb lafzan aytmayapti-da, balki ularning sifati mag'zubi, g'azabga uchragan, valaddolin, adashganlar deb aytayapti. Yana aytib qo'yishimiz mumkin, bu yerda valaddolin degandan keyin amin deb aytiladi. Lekin butun ulamolar ittifoq qilganki, amin deyishlik bu oyat emas. Shuning uchun ulamolar mushaf, Qur'on kitoblarining tagida amin deb yozishmaydi. Lekin aytishlik bu mustahab. Amin deb aytishlik mustahab. Vaqtimiz bo'lib qopti. Mana sura Fotiha shu bilan yakunlandi. Alloh subhanahu va taolo bizlarni shu Qur'onni ma'nosini tushunadiganlardan qilsin. Shu Alloh taologa takror aytayapti sura Fotihani. Nima deyotganligimizni bilib, ongli ravishda Allohdan so'raydiganlardan qilsin. Bir duo qilamiz. Allohumma taqabbal minna innaka antas samiul alim va tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis aslih lana sha'nana kullahu wa la takilna